Assalomu alaykum YouTube ahli. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana xudo xolasa yana bitta yangi ishimiz. Gruppalar bu sheriklarimizdek. Sostavimiz ikkinchi gruppamiz ham bor. Vodiy bo'ylab har doimgidek xizmatdamiz. Molxona bu ham. Ustalar zagotovkani qilyapti mana akay. Ortishkalari bular. Oldingi safar video qo'ygan edim, katta molxona tugatib oldik. Final qismini ham qo'ygan edim. Bu kichkinasi molxona fermacha. Yangi ishimiz bor hali Qo'qonda, uni ham qo'yaman, erta borib boshlaymiz. Yangi obzorni video qo'yib boraman. Ikkinchi gruppamiz. Ikkinchi gruppamiz ham o'sha mana ikkinchi xatoni boshlabdi. Endi ertaga uchinchi xatoni qo'yadi nasib bo'lsa. Abisanaga nomer qoldiramiz. Vodiy bo'ylab xizmatda aloqaga chiqaverasizlar. Qo'rg'on, devor, molxona, zabor, uy, nima bo'lsa ketaveradi. Mana bu tomonlari Galayonda fortishka. Yozda salqin bo'ladi pasa, qishda issiqqina bo'ladi. Bu tomonlariga o'zlari adin alohida selis poya, stechka bo'lib oldilari nima bo'lar ekan, stoyka bo'lib tunuka bilan yopilar ekan. Asosan mana shu xona joyi molxona bo'ladi. 20 ga 10. 20 10. Taqsa qildiraman deydigan akalar, opalar, singillar. Vodiy bo'ylab xizmatdamiz. Abisanaga nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli narxlarda qilib, sifatli, ishonchli, hamyonbop narxlarda qilib urib beramiz. Bu ustalarga ham nomerni yozib qo'yaman. Aloqaga chiqaverasizlar o'zlariga. Har doimgidek o'zimning nomerim 9339 aloqada. Ikkalasi ham ishlaydi. Telefon qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab har doimgidek xizmatda. Salomat bo'lasizlar. Burchaklari, qirralari tekis chiqadi. Xayr, salomat bo'lasizlar.